Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu hikoya qiladilar. Aytadilarki, bir kuni deydilar, ish izlab Madina ko'chasiga chiqdim. Mahallalardan birida loy uchun tuproq uyib qo'ygan ayolni ko'rdim. Unga har bir chelak evaziga bir xurmo berishga kelishib suv tashidim. 16 chelak suv bilan to'ldirdim. Uni olib borib keyin menga u 16 ta dona xurmo berdi. Mani qo'lim qavarib ketdi, shilinib ketdi. Men shu holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib aytib, hali xurmoni berdim. U zot o'sha xurmodan birgalikda men bilan yedilar. Nima uchun mana shu hadisni biz zikrga keltiryapmiz shu voqeani azizlar? Buni sababi mehnat sizni zikrdan to'xtatib qo'ymasin. Dasbakaru dil bayon. Mana Bahodir Naqshbandiy hazratlarining shiori. Bugun ham azizlar bu shior o'zini kuchida turibdi-da, ta'sirida turibdi. Qo'lingiz ishda bo'laversin. Zikr qilishlik bilan siz dunyo ishidan to'xtab qoling deyilayotgani yo'q. Qo'lingiz ishda bo'laversin. Ammo lekin qalbingiz Allohda bo'lsin. Agar doim mana shunaqa halol mehnat bilan, halol turmush bilan yashab, shuni barobarida siz ham mehnatingizni qilib yursangiz, dunyodagi eng baxtli odamga aylanasiz. Zikr va halol mehnat. Zikr Allohni eslash. Men bir hadisni ko'p aytaman azizlar, mana shu Ramazon oyida ayniqsa xatmlarda ko'p shuni eslayman. Sahih hadis bor. Alloh taoloni bir farishtalari bor ekan, bir jamoa farishtasi. Bilasizlar, farishtalarning vazifasi bor. Jabroil alayhisalom vahiy olib keladilar. Isrofil alayhisalom qiyomatda sug'urish oladilar. Hammasini vazifalari bor. Azroil alayhisalom deymiz, ruh oladi. Yomg'irlarni boshqaradigan farishtalar bor. Hammasini o'zini vazifasi bor. Mana shunaqa bir jamoa farishta bor ekan, ularning vazifasi osmoni yerni o'rtasida sayr qilib yurarkanlarda Allohni zikr qilayotgan bandalarning tepasiga kelib to'xtar ekan. Mana hozir shu yerda o'tirganlar hozir shu tinglab turgan holatingizda va men gapirib turgan holatda Allohni eslayapmiz. Azizlar, tasavvur qiling va aniq ishoning, o'sha farishtalar bizning tepamizda turibdi. Hadisga muvofiq. Kelib to'plarkanda halumma hammasi bir-birini chaqirar ekan, kelinglar, mana bu joydan topdik zikr qilayotganlarni. Allohni zikr qilayotgan bandalarni topdik.